Turdim nihoyatda. Ertalab tushibdi. Kechqurun tushyapti. Tushni to'xtatammi? Mayli, turdim. Hammaga salom. Sizlar bilan Z Joker MZ. Bugun biz qishlog'imizni obzor qilamiz. Bu o'rtam mashinasi, Xotamtoy degan. Bu meniki. Bu Xotamtoyki, bu meniki. Bu Ko'tamtoy degan bola bor. Qandaysiz Ko'tamtoy? Yaxshi. O'tdi. Ya o'yin qilmang Ko'tamtoy. O'tdi. Ha. Yo, mayo. O'zi bu ko'k bo'lardi. Nimagadir bak. Bu qopdi bu mashina. Mayli. Ana mashina ham bak qopdi. Bu meni mashinam. Mana ko'ramiz ketdik. Endi Xotamtoyga borsak, bu meniki, u shu Xotamtoyga qani ko'rakchi. Xotamtoy qandaysan? Yaxshi. Qandaysan? Yaxshi. Bo'pti. Video olayotgan. Bo'pti. Endi bu sotuvchi jitil. Qandaysan? Yaxshi. Yaxshi. Bo'pti. Ha, bo'pti. Sotuvchi qandaysan? Bu bizga anaqa qiladi. Meni mashinani yetkazib beradi uzoq joyda. Bu boydan beri Vaysi degan aka, sotuvchi. Qo'qon sotadi. Bo'pti. Bu yerda bo'mishlar yashaydi. Hozir bo'mishlar ketib qoldi. Uy, bu kim qo'yib qo'ygan? Va bu qurol sotuvchi do'kon. Hey, qatiysan, yaxshisi qurol olsam? Yo'q, aka, men video olyapman. Bo'pti, To'g'richiligi hay. Ikki xil ovozda gapiryapsizmi? Ha, bittasi anaqa bo'lib qo'yib, bittasi to'g'rilar. Bo'pti, aka. Bo'pti. Qurol sotadilar. Mana shu qurollarning hammasini men bu qurollar hammasini yo'qdan olganman. Bo'pti, aka. O'qlar tugabdi lekin. Bu Chris Victor qopti o'qi. Yoki bordir. Sumkamda bor ekan. Mana ketdik. Inventarimda bor ekan. Bu qasr. Ana u esa bizning katta qasrli uyimiz. Xotamtoy bilan. Bu uy qo'shnimiz uyi. Bu ham uylar. Bu buzilgan qasr. Bu ham. Anita. Mana bu joyda anaqa arena. Urushsa bo'ladiki, ne bilan urushsa bo'ladi, zo'r arena. Mana. Ichida. Va keyin yana nimani ko'rsak bo'ladi. Bu ham qasr. Qasrlar ko'p bizda. Anita do'kon, hali kemaga egalar. Bu uy, bu ham uy. Anita bitta maxsus bordi, yomon. Shuni saqlardik. U o'ldi yaqinda. Bu ham qasrga o'xshagan joyda anaqa sotadigan narsa. Sotadi. Mana bu fermamiz, shu uyimiz fermasi. Katta. Hali o'tmagan. Va qasrimiz tugadi va endi mashinalarimizni ko'rsataman. Bu meniki, bu Xotamtoyki. Bu meniki. BVMD. Bu shu Xotamtoyki. Endi ketdik. Endi bu yoqqa borsak ham, bu yoqda ham mashina bor. Bu Ko'tamtoyki mana shu bunga. Stop obunachilik to'xtat. Bu anaqa bu meniki. Bu ham meniki, bu o'rtog'imniki. Hozir anaqasi bordi. Xotamtoyki telefonda aytyapti sizlar
Şöyle. Nima? Alo. Meni ham salbiray boshlab qani. Bilmadim. Oxirgi nima oldim? Hozir topaman qidiram. Ana deydi hozir. Bilaman. Voy. Nima shunalar. Hozir 5 sekund. Va eng zo'r narsalar. Va bu qarang ketdi. Va bu Bugatti Veyron. Juda qimmat bo'lgan bilan. Shu xotin to'yiga ham bor. Ko'rsam xotin to'yiga ham yaxshi xotin to'yi. Bu savg'ram. Bilan savg'rangan shularni mana. Yaxshi. Endi yoqdim. Endi mana topildi xotin to'yi mashinasi. Sapsari. Endi biz shularni ko'rsatdik. Bu meni xonam. Xotin to'yi xonasi. Yo'q, yo'q-da. Eshitmay. Bu meni xonam. Mana shunaqa narsalar bor. Mana pullar bor. Bitta bunaqa narsalar. Bitta esa hech nima yo'q. Bitta ham hech nima yo'q. Mana pullar, verstaklar va kiyimlar. Qani endi boshqa uyimizga olib kerak. Let's go. Telefon. Yaxshi. 1 yil bo'ldi olganimga. Hali yana ko'p telefonlarim bor uyimda. Ularni sotaman, keyin pulga ishlayman. Bankda ham bo'ladi shu uyimda. Xonamda. Mana xonamga chiqib kelay. Eshik ochib yopish ekan. Va bu yopamiz. Va mana bunda bizning pullarimiz va telefonlarimiz. So'ng qanchalik pulimiz ko'p ko'rasizlar. Har oylik tushsa 2 stakdan beradi. Yaxshi. Ana bizning vertolyotimiz bu xotin to'yiga bu meni. Xayr hammaga va serialimiz mana shu videoning ikkinchi qismi ham chiqishi kerak. Mana shu anaqada qishlog'imizda yangiliklar chiqadi. Hammaga xayr.